Oye, bunda tushiradigan ish o'z bo'ldi, paliyat qilmayman ajbasi. Ay, o'chirib turib. Tinchlikmi? Yaxshi, men bir taqvasingiz. Ama shu 6-birlik ustolarımızga pek cho'ng paliyatlarni qilib bersam deb ekansiz shunga. Hozir pek tizimga qilishim qanday paliyatlar bor deb. Mana mush paliyatlar shu. Unda bir tushuntirib qo'ymaysiz, ondan keyin bir siz deganga unmaymancha ozroq tushirib olayman. Mana bizning 6 so'mlik tortimiz 60 ko'y qildim mana. Andan keyin mana 4 so'mlik tort mana 30 ko'ydan, mana pishiriqlarimizni 40 ko'ydan qildim. Ma'lummi? Ha. Unda qas men bir ba'da anglab baqsangiz. Mana 6 so'mlik tortni 39 ko'y 9 modan, andan keyin mana tortni bayam sizlash bo'ldingiz. 40 ko'y. Mana bir 19 ko'y 9 modan, andan keyin mana 4 so'm tortni 9 ko'y 9 modan paliyat qilib bersangiz. Manda paliyat qilib bo'lmaydi jumakin voy. Ma'qulda, ma'lum hamda ishchilar shunda bak ustolarimiz amroq narsalarni hammasi bakan ma'qulda ta filmlarda qoldi. Ye, bunda paliyat qilsak. Ma'qulda ta qilyaptilar buni hamda qarindoshimiz bir yo'qdir. Voy, men sizni chaqchaq qilatam desam rost da'vatamsiz ya. Bunda paliyat qilib beramki deb to'limgan men sizni bu yerga. Voy, bunda tushiradigan ish o'z bo'ldi, paliyat qilmayman ajbasi. Ay, o'chirib turib parangiz olay. To'xtab turing. Tuqqanlar nas maslak paliyat tushuntirib qo'yasiz, nima bir qaqishtirib qo'ydim, hamda qattiq xafa bo'lmaysiz, nas maqarnashimni tushuntirib o'tdim bayan degandek. Tuqqanlar nas mana 6 so'm tortni 49 ko'y 9 mo'ga olib ketasizlar, qarasanglar bo'ldi mana. Mana qiziqlarni bakan, undan keyin mana ichida ishchimlik deymiz, undan keyin do'kon har xil vonxon bo'lgan, shu pishiriqlar bakan ustida ustribda. Vaqaqa bakan, mana 29 ko'y 9 mo'dan olib ketadi tuqqanlar. Undan boshqa mana 4 so'm tort sirtda bomba tamakan ekan, bu tuqqanlarimiz shunda bak yoqtirib qo'ydi. Mane o'g'illarning bakamış, qizlarning bakamış shu kompyuter rengini o'zingizlar xalqingiz qilib olsanglar bo'ldi. Mava arala 19 ga 9 bo'lib ketadi. 4 so'm tort mushba deb ketalasizlar. Men bir gap so'rab qolsam, sizlarning yasag'an tort qarab bir xil ishim ko'rib qoldi. Uni balkim shu tortchilik kasbini o'rganmaydigan qarindoshimiz bo'lishi mumkin. Sizlar uni o'rgatib qo'ymizlar. O'rgatimiz. Bo'libmi hozirgi vaqtda shu oldin 5 nafar shagird qabul qilamiz. Buning ichidan oldin tizimlatga 2 nafar shagirdni haqsiz qabul qilamiz. Ha, bo'ldi. Bunun başqa shu vakolatdan boshqa telefon tort yasab qilib berasizlar. Bo'ldi. Pishiriqmish tort hamma bir narsalarımizga ehtiyoji borlar telefon qilsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Unda qasam shu paliyat mezgilda paliyatdan keyin qarindoshimiz ham shu kelgandan keyin tamdan va mulozimatni barcha taqchimgan bo'lsa. Bo'ldi. Undan xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Shu shipinni ko'rsatilgan holatdan qat'iyan o'zgarib ketmaydi, kamlab qolmaydi. Mush xil holatda chiqarib beramiz. Xaridorning ham mulozimat jihatdan, tam sifat jihatdan xotirjam bo'ldi. Bo'ldi. Qarindoshlar qarasanglar bo'ldi, ma'lum qilib bak cho'nkana. Ondan boshqa ma'vo qaytib bir tushuntirib qo'yay. Ma'vo 49 ga 9 mo, ondan keyin ma'vo 29 ga 9 mo qarab baqsanglar bo'ldi. Ondan keyin ma'vo 19 ga 9 mo qarasanglar bo'ldi mana. Unda olib qolsam shu aloqa telefonimizda pasni qarindoshimiz kelishdi, burun sizga bir telefon qilib kelsa. Bo'ldi. 176 99 79 29 56. Men bir qanday pasınız? 176 99 79 29 56. Ünidar o'rtaq holatda. Mavo paliyatni 6-birlam qilmaymish, 5-ni 31da 6-ni 1 qilvatlar 2 kun. Ma'qul etan. Mushuni o'zim tanlash olayman. Mayli. Tuqqanlamish paliyatning vaqti 2024 5-niki 31 6-ni 1 2 kun bo'ldi tuqqanlar. Bu yana adresim bir deb pasınız. Bu yana adresi mush Yavaq yo'li 67-jo'ng'izanning qarshi tarafda. Bu yana adresimiz Qaliq Naya, O'rmachasidan yo'l ustiga chiqib, keldimiş pas tarafga 500 metr mansanglar shu Chiloba mashish markazining yon tarafiga joylashgan tatliqim tort pishiriqlari mishak kasanglar bo'ldi. Agar do'kon tomon qilib qolsanglar, Lobak bevos telefon kasanglar bo'ldi. Bu filmni atrofingizda do'stlaringizga qo'llab, alt-alt raqamga qo'shib o'tmanglar. Bu paliyatga meni qo'shig'ini qatnasha olasizlar. Do'stlaringiz qo'llab meni qo'shib o'tmang. Men Bashpiyaz.